Assalomu alaykum. Qadrli kanal kuzatuvchilari, go'zal tabiat shaydolari. Bugungi obzorimizni Toshkent vodiy yo'nalishini bog'lovchi Qamchiq dovonini olib boryapmiz. Ya'ni biz bugun mana shu yerda Qamchiq dovonida joylashgan Archazor dam olish maskani haqida qisqacha obzor qilamiz. Qadrdonlar, Archazor dam olish maskani lokatsiyasini tushuntiraman. Bu tomon demak vodiydan keluvchi yo'l. Bu tomon Toshkentga ketiladi. Demak, tunnelga taxminan 3 kilometrcha qoladi. Ya'ni shu yo'lda joylashgan Archazor dam olish maskani qisqacha obzorini qilamiz. Xo'p, mana o'zi dachamiz umumiy ko'rinishi. Eng katta yoshuluk archalar bor, hamma dachalarimiz shirmaliydi. Archalar tagida. Xo'p, topish muammo bo'lmaydi. O'z mana shu yerda reklamasi bor. Telefon nomerlariga murojaat qilsalaring, bo'lmasa o'zlari tushib kutib olishaveradi. Endi mana bu yo'lda to'g'risi masalan Damas shakllanib filadigan bo'lsam, odamni tushirib, demak, peshkom odamni jo'natib kerak, o'zi mashinaga ketadi. Chunki yo'limiz ozgina muammoli. Agar oyoq og'rigan yosh katta onaxonlar bo'lsa, mana bu laboda, demak, egalari mana olib chiqaveradi. Ismi G'aljon aka. Ashakalarimiz nima olib chiqaveradi shu laboda. Bu chiqishda muammo bo'lmaydi. Labo bepul olib chiqish, labo bepul mana. Yoki bo'lmasa, buncha yangi shoplar bo'lsa, mashina shu yerga qo'yib qo'yadi parkovka qilib. Mana shu yerda qolgan bo'lsa, demak, bemalol chiqish muammo bo'lmaydi. Xo'p, dachamizni demak, obzorni qilamiz tepaga chiqib. Demak, hammalar endi Archazor dam olish maskanida kutib qolamiz. Xo'p, demak, hozir yo'limizni chiqish qismini sizlarga tushuntiramiz qisqacha. Adashmaslik uchun. Professional shofirlarimizga bemalol muammo bo'lmaydi. Asosiy tepaga chiqqanda gaz tashlamasa bo'ldi. Birinchi ko'rib o'riladi, faqat tikka bosiladi. Bundan batay yo'llar bor. Alloh rozi bo'lsin, ashakalarimiz chiroyli yo'llar qo'yishgan mana. Ko'prigimizda mana tegamiz. Ko'priklar mana muammo emas, baquvvat. Ha, baquvvat. Mana Rezaksoy tepaga chiqib ketamiz. Namoyishchilar qaytyapti. Namoyishchilar sekin qaytyapti. Qaytishda ham piyoda jinoyat bo'laveradi, chunki piyoda tushaveradi, muammo bo'lmaydi. Mana tepadan ko'rinish yo'lda. To'g'ridagi do'konni arentirib qolsa ham bo'laveradi. Do'kondan, to'g'rimi aka? Do'kondan bir 300 metr, 200 metr yurgandan keyin mana yo'lga yurmaymiz, tepaga chiqamiz ana. Tepaga balandlikka chiqilaveradi. Pavorotimiz bor. Pavorotimizni kengroq olamiz. Kengroq olib chiqib ketaveramiz. Mana Archazor dam olish maskani. Hop, dam olish maskanimizga kiradigan bo'lsak, bu yerda mashina qo'ygan ham bemalol joy yetarli. Nazorat o'ta chiroyli. Salqin shabada doim. Yo'ldan tepada, ya'ni bu ancha shovqindan tepada hisoblanadi. Bu yerda menga dacha yoqqan tomon shu bo'ldiki, ko'pchilik dacha joylashuvi asosan archalar tagida. Bu nima deydi? Ko'proq nafas muammosi, ya'ni nafas olishda muammosi borlarga ancha foydasi bor ekan. Ya'ni 1000 yillik undan yosh katta archalar bor. Demak, bu yerda bemalol o'sha nafas kasalliklari ham kelib dam olib ketishi mumkin. Mana shu joyimiz, demak,
parkovga bemalol mashina sig'adi, muammo bo'lmaydi. Xo'p, demak, dachani sharoiti narxi haqida demak gaplashamiz sizlar bilan. Mana dachamizni kirovish qismlari. Demak, pastlarda dachalari bor. Mana bu o'choqxonasi. Asosan o'tin ishlatiladi. Yengil ovqatlarga gaz demak moslamalari ham bor. Joy o'ta salqin. Endi hali to'liq bu yerga odam kelib o'rnashgani yo'q. Demak, o'rnasa bitta joy g'ojinlashib ketadi. Hali uncha sezon boshlangani yo'q. Dachalarni qo'yganda ham sharoiti bor. Mana shu dachalarimizni tepadagi tog'larga chiqsa ham bo'ladi, bemalol. Archalar tagida dam olib. Hozir pastga tushamiz. Pastgachalarni obzorini qilamiz. Hozir tepada juda chiroyli dacha bor ekan. Archaning tagida joylashgan. Zavqlanmoqchi bo'ladi. Hozir shu yerga boramiz. Mana sizlarga aytgan dachamiz mana shu. Archa ham juda katta. Bilasizlar, archalar bilan o'sha bahor faslida yil bo'yida o'zidan efir moyi ajratadi. Bu ko'p kasalliklarga foydalansa shunaqa yo'llariga. Mana shu yerda bemalol zamasi bo'ladi. Bu mana uyimiz. Hayvoni va demak yotog'i. Ko'rib o'sha sharoitlari bor. Asosiysi o'ta salqin joy. Mana qadimiy archa. Hozir dachani egasidan hali ma'lumot so'rab qo'ygandim. Bu yerda bitta archa bor ekan. Sasi bu yerga o'sha archaga bir tosh otib yoki tayoq bilan ursa o'zidan bir ajoyib kislorod ajratadi ekan. Aylanasi ertalabda bu narsa sezilar ekan. Demak, shunday ma'lumot berdi. Hozir o'sha archa joylashgan hududga o'tamiz. Mana bu dachamiz yangi qurilyapti ekan. Qurilishi bitsa, demak bu ham ish faoliyatini boshlaydi. Mana hamma dachamiz o'shatganimizdek archalar tagida. Dacha nomi ham Archazor. Mana o'sha Alisarga aytgan archaga keldik. Mana o'sha archadan bittasi. Adashmasam, uchinchisi deb aytdi. Qaysi biri ekan? Hammasi ekan. Mana o'sha archaga o'zidan ajoyib tarqatagan. Mana bu dacha ham archani bo'ydi. Qisqasi Zominga, o'sha Jizzax tomonlarga uzoq yo'lga borganlar, o'zimiz oddiy mana Farg'ona, Andijon, Namangan hududlari shu yerga kelib o'zini dardlaridan forig' bo'lsa bo'ladi. Dachalarimiz umumiy ko'rinishi. O'ta shinam joy. Endi o'ta komfort bo'lmasa ham maza qilib oladigan. Men uchun shuna archa shekilli. Hidi ham ajoyib. Bu yerda odam o'zi bir kun davomida ham ancha o'zida sog'ligida o'zgarish sezadi. Qadrli kuzatuvchilarimiz, mana shu archalarda aytdik, eng shifobaxsh mana qaranglar. Mana shu archamizni o'zidan ajoyib bir
kislorod chiqar ekan. Mana. Mana qirini. Bu chang emas bu lekin. Bu kislorod. Hektaridan aka 15 tonnagacha chiqaradi. 15 tonnagacha. Ha, tushunadi endi. Ana havo almashtirishga aka nimalarga shu shifobaxsh nima deyim? Ha. Allergiya kasalliklarga ko'pchilik keladi endi. Bizga keladi nimalar? Yoshlardan pul olmaymiz aka. Endi kasallardan olmaymiz, yoshlardan. Taksilardan aka, umumiylardan. Bemalol sharoit bor dam olishga qo'yganligi. 10 tacha nima bordi aka. Archani turi ko'p bu yerda aka. Zomin 2 desa ham bo'laveradi bu yerda. Ana, Alloh rozi bo'lsin. Bu yangi archani ko'ring mana. Ana. Archaga yaqin joylashgan hamma xonalar shu. Tabiiy kislorodda ana. Ana. Bunlar chip shu yerda bitta xolasa hozir bu. Ha, bu yerda ikkita bor, yana yonidagi bor aka. Bunga tosh olsangiz borku o'zidan chang chiqaradi, kislorod chiqaradi aka. Gektaridan borku bular 25 tonnagacha chiqaradi aka. Mana. Endi gektari mayda degan nimada yozilgan, kitobda ham yozgan aka. Gektaridan mayda archalarni 1,5-2 yashargacha 15 tonna, bular hozir 25 tonnagacha kislorod chiqaradi aka gektaridan. Haqiqiy onli archalar hammasi so'rilar archani tagida aka, bemalol. Biz ko'rib guvoh bo'ldik haqiqatan. Ha. Nima deydi? Bu oshxonamiz aka, bu yerga bitta oshxona, 3 ta oshxonamiz bor-da. Mana so'rlarni ko'ringlar, hammasi sharoit bor. Nimada просто nom qo'yilmagan archa bor deb. Demak, archalar bor, sharoitlar demak hamma so'rin tagida archa. Ya'ni nima deydi? Просто nom qo'yilmagan. Ismi jismiga mos. Bemalol dam olishlar mumkin bu yerda. Mana o'shatganimizga mana hidi hali ham kelyapti. To'g'risi bor-ku menga. Bu narsani bilmagan ekanman. Kelinglar mana, bemalol murojaat telefon qilishlaring mumkin. Telefonlarimiz 24 soat ishlaydi. Oldindan biroq qo'shlang yaxshi bo'ladi. Shoshib qolmaysizlar keyinchalikka. Ha, endi shanba bozor kuni sal odam ko'p bo'ladi. Ha, shanba yakshanba odam ko'p bo'ladi. Demak, bir kun oldin telefon qo'ysa. Bir kun oldin telefon qilsa bemalol joyini olib qo'yaveramiz. Archalardan olishmaskanimizga men mana shu 1,5 kilometrdan toza buloq suvi keladi. Suvni ichsangiz to'g'risi o'ta yumshoq. Maza qilib ichasiz, odam suv to'ymaydigan suv. Xo'p, endi sizlarga bir narsa aytishim kerak. Bu joyning narx-navosi haqida demak dachan egasidan so'rasam, telefon nomerimizni demak kanalga qo'ying dedi. Bemalol o'zimizga telefon qilsa narxini gaplashaveramiz dedi. O'shaning uchun endi narxini men hozir ayta olmayman. Bemalol o'zlari gaplashib, chunki nimaga? Haligi ko'proq turganlarga narx arzon qilib beradi. Hop, endi agar shunaqa nima tomoni bor-da, o'zlari kelishib bemalol gaplashib olishlari mumkin. Bugunga qo'ygan videomiz agar sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Videolarimizga like bosinglar va eng yaqin sayohat sevuvchi do'stlaringizga ana shu videolarimizni tashlab qo'yinglar va bu yerga tashrif buyurib maroqli dam olinglar. Albatta bu dam olishlaring tanalaringga quvvat bo'lsin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Barchalaringni archazor dam olish maskanida kutib qolamiz.